Ta'lim va kasb 2026-yil ko'rgazmasiga tashrif buyura olmadingizmi? Ishtirokchilar bilan tanishishni MyFair onlayn saytida davom ettiring. Bu yerda ko'rgazmada qatnashgan universitetlar, maktablar va ta'lim tashkilotlari haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Qidirish usulini o'zingiz tanlang. Davlatlar bo'yicha yoki ta'lim yo'nalishlari bo'yicha. Kerakli bo'limni oching va ro'yxatni ochish tugmasini bosing. Shundan so'ng tanlangan bo'limga mos ishtirokchilar kartochkalari ochiladi. Kartochkani oching, videoni tomosha qiling va ishtirokchi haqida ko'proq ma'lumot oling. Agar sizni biror ta'lim muassasasi qiziqtirsa, konsultatsiya so'rash tugmasini bosing va shaklni to'ldiring. Muhim, har bir ishtirokchi faqat o'z kartochkasi orqali yuborilgan arizalarni oladi. Agar siz 2, 3 yoki undan ortiq ta'lim muassasasidan konsultatsiya olishni xohlasangiz, har bir ishtirokchi kartochkasida alohida so'rov yuboring. Ariza yuborilgandan keyin tanlangan ta'lim muassasasi vakili siz bilan bevosita bog'lanadi. Siz bilan tez bog'lanishlar uchun telefon raqamingiz va elektron pochta manzilingizni to'g'ri kiriting. Vakil sizning o'quv dasturlari, qabul jarayoni va ta'lim shartlari bo'yicha savollaringizga javob beradi. MyFair onlayn ko'rgazmani qulay onlayn formatda davom ettirish imkoniyati.